Hammaga salom yana bir bor. Men уже hamma ishlarimni bitirib, darsdan chiqib uyga ketmoqman. Piyoda yurish yaxshi. Zontikim и menda Ma'riviy Batir. Sizlar qaysi bir studentchasizlar? Qaranglar qanaqa yaxdagi zo'r. Шикарно. Voy, Xudoga shukr. Lekin unchalik charchamadim. Lekin ko'p ish qildim. Sizlar bugun nimalar qildinglar? Qaranglar, уже sira 8 turib, zavtraklarimni qilib, keyin ustozimning uyiga piyoda bordim. Ustozimning uyi ham bir 3-4 kilometrli naryoqda. Juda ham uzoq uyi. Undan keyin piyoda bordim. Keyin undan chiqib arab tilidan chiqib oyim oldidan chiqib yana darsga, undan keyin yana bitta maktab darsliklarida 6 soat o'tirdim. Imtihonlarim chizib bilan topshirib, endi Xudoga shukr keldim. Uyga o'zi yetib kelman, lekin mana suv ancha asqot, chunki yaxdek. Shunaqa qilib endi uyga kirib, yana ishlarimni qilib, ertaga toqqa chiqib ketamiz inshaalloh nasib bo'lsa. Endi ertaga toqqa tayyorgarlik ko'ramiz. Kiyimlarimni taxlayman, narsalarimni onlayn qilib, zakazlarimni olib, reklamalarimni olib, yana uxlayman. Ertagacha ko'rishguncha.